Bemor odam fidya to'lamoqchi-yu, lekin faqir yashaydi. Fidyani o'z oilasiga ishlatsa bo'ladimi? Bu juda xos masala. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning davrlarida bo'lgan voqeada kafforat uchun berish kerak bo'lgan taomni bir muhtoj odam so'raganda o'ziga ayoli bilan yaqinlik qilib qo'ygan Ramazonda kelib Rasululloh alayhisolatu vassalomga shikoyat qilganda bu ishni qilasan desa 60 kun ro'za tutasan dedilar. Allohning rasuli, men nima qilgan bo'lsam shuni ro'zani orqasidan bo'ldi, men qila olmayman dedi. Ya qul ozod qilasan dedilar birinchi. Bitta qulni ozod qilasan dedilar. Unda men shu bo'ynimdan boshqa hech narsaga ega emasman dedi. Unda dedilar Rasululloh alayhisalom 60 kun ketma-ket ro'za tutasan, haligi kafforatda aytdilar. Va aytdiki, Allohning rasuli, erkak dedi sahobalar Rasululloh bilan shunaqa samimiy gaplashar edi, maza qilib gaplashardi. Yo Allohning rasuli, o'zi boshimga tushgan narsa shu ro'zani deb bo'ldi, ro'za tutganim uchun bo'ldi. Uni qila olmayman dedi. Unda dedilar 60 ta miskinni to'ydirasan dedilar. Odam aytdiki, unaqa narsam yo'q dedilar. O'tirib tur dedilar, to'xtab tur dedilar. To'xtab turishuvdi, bir savat xurmo keldi. Ehson bo'lib, kambag'allarga berishga. Unga qo'liga berib aytdilarki, mana xurmoni oldi, Madinadagi kambag'allarga, muhtojlarga tarqatib chiq dedilar. Haligi odam xurmoni qo'li bilan undan ushadi-yu, aytdiki, Allohning rasuli dedi. Da o'ylab ko'rsam, labbatayil Madina degan Madina u labidan bu labini orasida, bu chetidan bu chetining orasida qarasam, mendan ko'ra muhtojroq, haqdorroq yo'q ekan. Nima qilay desa, bor ahling bilan yegin deganlar. Ya'ni bu narsa unga xos, o'sha sahobiyga xos. Fidyani o'zini oilasiga ishlatishi uchun xotin, ota-ona, bolalariga ishlatib bo'lmaydi. Aka-ukasiga, opa-singlisiga bersa yaxshi.